dushmani gado bo'ladi deb bekorga yetishmagan ekan. Men ochig'i boshqa soha vakillarida bu narsani ko'rmadim. Kafilchi, boshqa kafilchini ko'tinib ko'rganini ko'rmadim. Mashina ustalarini ham ko'rmadim. Suvoqchi, tomchi, elektrik, kassapra, misol uchun, novvoy, buxgalter, moliya, hammasi. Sekretar, doktor bo'ladimi? Hali bunaqasini ko'rmadim. Lekin ustachilikda malaka sohasida bir-birini ko'tinib ko'ylash odatga aylanib ketdi-da. Kommentlarda, unda, polni malar ko'tinib qo'yiladi. Nima u? Sani sohang bo'yicha, san yo'nalishing bo'yicha ishlashga boshqa malarni majburman. Nima litsenziya bilan ishlash kerak. Hammaning o'zining yo'nalishi bor. Video qilaman desa, ancha video bor. To'pga chiqaman deb endi unchalik birovni kamsitib bunaqa narsa qilib tashlash kerak emas. Meni o'zimni ham misol uchun komment yozishadi, boshqa qilishadi. Negativda menda xudoga shukr kam. Lekin bu qolsa ham bundoq qarayman, nimalar bo'ladi. Endi bilmadim, yig'ishtirish kerak endi. Bunaqada kelisholmay yuraveramiz mashaqqat bir-birimizdan ko'zimizdan.